Bu oshxonamiz. Ko'r hozirgidagi ko'rinishi to'rda razdashka deydimi? Choy poydan keyin to'rda ovqat tarqatadigan joyi hozir odamlar ancha kamayib qoldi. Hop. Endi bu tarafda kiradigan joylari hozir endi bu taraflar ham mana shunday hozir mana ko'pchilik ketishni boshladi. Bu yerda hozir mana ko'rsataman nimada Kabatulloh deb mana katta soat ko'rinib turadi bu yerdan. Bunday qaraganda juda yaqin. Sal aylanish hisobiga masofa uzoqroqda bo'lib turadi, lekin bu shu hamma joydan ko'rinib turadi, shu baland. Даже mana tepasini oyning shu tagidagi oyda ilib turgan joyiga ham namoz o'qiy ekan. Shunday. Bizda o'z odamlar hozir aprel oxiriga kamaydi. Endi chunki birinchi hech kimni menimcha kirgizmayapti. Nechun bo'lar ham o'zi odamlar ketgani uchun stol ustunlar bo'shamayapti. Mana shunday joy. Xizmatda Habash ishlatishga. Bu yerda bu taraf ayollarga atdenna qilingan. Biz yonimizda ayollarga ovqatlanish joyi alohida. Masalan mana bu odam turban bo'lib qolgan payti mana bu chiqish zina yo'lagidan bir joyga bormoqchi bo'lsangiz, shu joydan davom ettirsangiz bo'ladi. Mana harakatni boshlagandan o'zi masalan pastga tushaman desangiz, hozir ko'ramiz bu yerda ishlayaptimikin yo'qmikin. Menimcha ishlash kerak edi. Ham tepasi ishlarmikan. Endi bu kamroq foydalanasiz. Endi mana bu kerak bo'lsa deyman, masalan ko'p kutib o'tirasiz. Xullas tepaga chiqib o'rasiz, yana yonaveradi. Vaziyat shunaqa. Buni endi birozda ko'rsatish uchun qilyapman. Mana shu holatda qaysi bo'lsa har biri nomerlab qo'yibdi. Xuddi o'zimizdagidek. Hozir mana podizlarga ham oldiga domlarni oldiga qo'yib chiqdik-ku. Shu narsada xullas har bir mehmonxonada bu narsa bor, buni bilib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Shu biz endi shundan foydalanasiz. Neftdan foydalanasiz agar yo'q harakat qilaman desangiz zinadan bemalol pastga yuqori ko'tarishingiz mumkin. Kimlarda Wi-Fi tizimlari mana hamma joyda bor. Wi-Fi yonib o'chib turibdi. Telefonlarni shu bo'yicha ishlatasiz. Bu kamera. Hop, bismillah kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Hop, sizlar nechiga? 9. 9 xo'sh. Mana 9 ni bosdik. Yangi ko'rsatib qo'yibdi. Restoran, masjid. Menimcha bu служебный xona bu. J pastga va podval bu. Mayli. Xo'p, biz mana 01. Bu yerda mana bu
Qibla qaysi tarafdagi ko'rsatib qo'yibdi. Endi o'sha obzor qilib qo'yapman. Xo'sh. Joylarda bor mana bunaqa narsa. Hagim to'shetil deymiz-ku. Mana bu boyagi. Nima deydi shuni? Avariyni zinali, avariyni prоход deydimi? Mana buni endi agar ma'noda favqulodda holatlar xudo ko'rsatmasin bo'lib qolsa, open degan tarafi mana bu yoq ekan. Open tarafga buraysiz. Mana shuning ko'rsatib qo'yibdi. Qanday qilib ochish, qanday qilib qayerga ulash. Mana ko'rsatib qo'yibdi, qanday ishlatasiz, nima qilasiz. Knopka bajarni personalizatsiyalar bu hammasi. Xo'sh. Xullas. Bu yerda bir endi ko'rayotgan ochilarmikan? Buni nima ekan? Demak, bu bir nimadir bu. Ochmaymiz mayli. Nimadir bor bunda. Balkim shit. Elektrik har bir xonani shiti. Endi bu o'xshab bo'lgandan keyin menimcha bu boshqa narsa bo'lishi kerak. Balkim suv olinadigan suv trubalari joylashganmikin bu yerda. Siz nima deysiz? Xullas mana hozir bu yoqqa o'tamiz, ko'ramiz. Hozir obzor qilmoqchiman har bir etajini. Yaxshigina katta mehmonxona bu. Har bir korpusi yacheyka ko'targan. Rahmatdinna. Assalomu alaykum. Obzor boring. Mana bu yoqlar. Qandaydir bir tashqari taraf. Xullas, bu yog'im shu. Men endi qaytaman. Xullas, hammasi bir-biriga o'xshash. Hamma mana qaysi tarafda qaysi sifra ko'rsatilgan. Shuna qarab o'zingizga izlab boraverasiz. Mana 100 yillik birdan 166 gacha degani demak bizniki 100 yillik tur bo'ladigan bo'lsa, shuni ichida. Ana shundan izlab boraverasiz. Xo'sh. Mana bu bizda. Hop. Xona endi buni hozir kirib o'tirmaymiz. Xullas kichkina obzorimiz mana shunaqa o'yinlar. Yana davom etamiz. Larimiz mana. Olasan, qo'shimcha olaverasan. Bunchalarmanmi? Azizlar mana ko'pchilik ketib bo'ldi. Mana shu adət 12:30da hozir. Siz vaqtı? Sizlar. Mana hozir men ishtaham yo'q. Shunda endi mana bu mashadan sherga atrof shu oldim. Yo'lamamni yo'qmi bilmayman. Xullas 5 ta banan oldim. Mana bunisidan oldim. Bu boyaga sho'rvasidan olmadim men bilmayman. Mana bu salat endi har xilchasi bor edi. Salat men endi shu o'zimizda şu salatni oldim. Yuqori qolgan yo'q. Ora mencha kamayib qolgan. Mana tomonlar o'zi ozroq mana to'sib qo'ydi. Bir ikkita joyda menimcha bir tarafda. Oshxonani oddiyroq varianti shu yerda shunaqa. Ovqatim olib bo'layapti. Mana bunga sovab oldim. Buni bilan chiqib keldim. Kim kelyapti bu?